Ko'pchilik biladi, Farg'onada katta bo'lganman. O'shanda podyezdimizda Zulfiya opa degan bitta qo'li shirin opa bo'lardi. Bizga paxlava pishirib berishardi. Biz uni sotardik. Lekin shunaqa shirin bo'lardi pahlavasi. Hani muraviy paxlava edi, ichida oqi ko'rinib turadigan. Uyda bilasizlar, powerman. Ertaga shuni qilmoqchi. Tak paxlavaga ketadigan hamma narsani oldim. Smetanani 25%ligini. Keyin asali kerak ekan, shunaqa quyom asali, endi bu asal emas, quyom shunaqa kerak ekan. Так, shidroleta, tak, tuxum, mayiz. Keyin uyda mana bunaqa narsa bormi yo'qmi eslamadim, lekin kerak bo'ladi ustiga surtkani. Buni oldim. Keyin grammlari to'g'ri bo'lsin deb tarozi oldim. Tak, soda kerak bo'lar ekan. Tak, un, albatta vishi sort. Tak, uyda yong'oq bor edi, lekin chaqib o'tiramiz deb ayyorlik qilib yong'oq ham olib qo'ydim archilgan. Shakar va mana qog'oz skorichi. Pergament qog'ozi. Bu nimaga desanglar, xamiri qavat-qavat bo'lganda yopishib qolmasligi, oson ko'chishi uchun. Bilasizlar, oshxona yurgizganmiz, powerman. Lekin hamma o'zbek milliy taomlarini bilaman. Uyg'ur lag'mon deysizmi, osh, sho'rva, hamma narsani bilaman. Lekin shirinliklarni YouTubedan ko'rdim. 5-6 ta food blogerlarni. Eplayman, xudo xolasa, uydagilar, ayolim yordam berishadi, xudo xolasa. Qani, xudo xolasa o'sha muraviy pahlavani bir o'xshab qolsa albatta internetga qo'yaman. Men o'xshasam, o'xshamasam albatta qo'yaman. Qanaqa chiqar ekan.